Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, har biringizni bevosita yoki bilvosita qiziqtiradigan mavzu haqida gaplashamiz. Agar sizning oilangizda pensiyada bo'lgan insonlar bo'lsa, bu video siz uchun aynan hozirdan boshlab hayotiy ahamiyatga ega. Chunki 2026 yildan boshlab pensionerlar uchun bir muhim to'lovdan ozodlik kutilmoqda. Bu nafaqat sizning, balki yaqinlaringizning ham moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu videoda biz bu o'zgarishlarning barcha jihatlarini, kimlarga taalluqli ekanligini, qanday harakatlar qilish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi. Muammoning asosi oldin qanday edi va hozir nima o'zgarmoqda? Bu savolga javob berish uchun biroz tarixga nazar tashlaylik. Uzoq vaqt davomida mamlakatimizda mol-mulk solig'i deyarli barcha mulk egalari uchun umumiy tartibda undirilardi. Albatta, ba'zi imtiyozlar, masalan, 2-jahon urushi qatnashchilari yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mavjud edi. Lekin keng miqyosdagi pensionerlar uchun mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilish holatlari juda kam edi yoki umuman yo'q edi. Odatda pensionerlar ham o'z uylari, kvartiralar yoki boshqa turar joylariga nisbatan mulk solig'ini to'lashlari kerak edi. Bu ayniqsa past pensiya oluvchi keksalar uchun ba'zan sezilarli yuk bo'lardi. Pensiyaning asosiy qismi kundalik ehtiyojlarga sarflanishini hisobga olsak, har yili keladigan soliq to'lovlari ko'plab oilalarning byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Bu faqatgina bir necha ming so'm yoki hatto 100 ming so'm bo'lmasligi mumkin edi. Ba'zan yirikroq mulk uchun bu summa ancha yuqori bo'lib, pensionerlarga jiddiy moliyaviy bosim o'tkazardi. Ular o'z pensiyalarining bir qismini ushbu majburiy to'lovlarga ajratishga majbur bo'lishardi. Bu esa oziq-ovqat, dori-darmon yoki kommunal to'lovlar kabi boshqa hayotiy ehtiyojlar uchun kamroq mablag' qoldirar edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgarish arafasida. 2026 yildan boshlab davlatimiz tomonidan pensionerlarga nisbatan moliyaviy yukni yengillashtirish maqsadida yangi qonuniy choralar ko'rilishi kutilmoqda. Gap shundaki, joriy etilayotgan yangi qonunchilikka ko'ra, ma'lum shartlar asosida pensionerlar o'zlarining turar joy mol-mulkidan, kvartira, uy olinadigan soliqdan to'liq ozod qilinishlari mumkin. Bu albatta juda katta yangilik va ko'plab oilalar uchun yillik xarajatlar ro'yxatidan muhim bir bandning o'chirilishi degani. Bu o'zgarishlar ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash, keksalarimizni qo'llab-quvvatlash va ularning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan keng qamrovli islohotlarning bir qismi sifatida joriy etilmoqda. Davlatimiz keksalarimizning mamlakat rivojiga qo'shgan hissalarini qadrlab, ularning hayotining oltin davrini moliyaviy muammolar bilan emas, balki osoyishtalik va farovonlik bilan o'tkazishlarini ta'minlashga intilmoqda. Shu sababli bu yangi imtiyoz aynan 2026 yildan kuchga kirishi rejalashtirilgan bo'lib, uni har bir pensioner va ularning oila a'zolari bilishi shart. Asosiy qism 1. Batafsil tushuntirish nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak? Bu savollar har bir pensioner yoki ularning yaqinlari uchun dolzarbdir. Keling, har bir jihatni chuqur tahlil qilaylik. Birinchidan, bu imtiyoz aynan qaysi soliq turiga tegishli? Gap mol-mulk solig'i haqida ketmoqda. Aniqrog'i, jismoniy shaxslarning turar joy mulki, ya'ni kvartiralar, hovlilar, yashash uchun mo'ljallangan uylar uchun undiriladigan soliq haqida. Bu yer uchastkasi solig'i, avtomobil transporti solig'i yoki tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq boshqa soliq turlari emas. Faqatgina o'zingiz yashaydigan yoki egalik qiladigan turar joy uchun to'lanadigan mol-mulk solig'i haqida gap borayapti. Kimlar uchun bu imtiyoz dolzarb? Bu imtiyoz birinchi navbatda pensiyada bo'lgan barcha fuqarolar uchun joriy etiladi. Ya'ni yoshga doir, nogironlik bo'yicha yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi har qanday shaxs ushbu imtiyozdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Bu juda muhim nuqta, chunki bu imtiyoz faqatgina bir tor doiradagi pensionerlar guruhiga emas, balki keng qamrovli ravishda barcha pensiya oluvchilarga taalluqli bo'ladi. Siz qancha pensiya olishingizdan qat'iy nazar. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, ushbu imtiyozdan foydalanishingiz mumkin. Endi esa kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerakligi haqida gaplashamiz. Xavotirlanmasligi kerak bo'lganlar bir mulkiga ega bo'lmagan pensionerlar. Agar siz kvartira yoki uyda ijara asosida yashasangiz va o'zingizning shaxsiy mulkingiz bo'lmasa, demak sizga mol-mulk solig'i umuman hisoblanmaydi. Shuning uchun
Bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Ya'ni siz uchun hech narsa o'zgarmaydi. Chunki siz oldin ham bu soliqni to'lamas edingiz. 2. Qishloq joylardagi oddiy, kichik hovlilar egalari. Ko'p hollarda qishloq joylarda turar joy mulkining kadastr qiymati past bo'ladi va shuning uchun soliq summasi ham unchalik katta bo'lmaydi. Ba'zi holatlarda amaldagi qonunchilikda belgilangan minimal kadastr qiymatidan past bo'lgan mulklar umuman soliqqa tortilmasligi mumkin. Agar sizning holatingiz shunday bo'lsa, siz ham bu o'zgarishlardan sezilarli foyda ko'rmaysiz. Chunki siz oldin ham ozgina to'lagan yoki umuman to'lamagan bo'lishingiz mumkin. O'tik, yangi qurilgan, lekin hali kadastr hujjatlari rasmiylashtirilmagan mulklar egalari. Bunday holatlarda mulk hali soliqqa tortish obyekti hisoblanmaydi. Ammo hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtirishni unutmang. Xavotirlanishi kerak bo'lganlar yoki to'g'rirog'i bu imtiyozdan qanday foydalanishni bilishi kerak bo'lganlar. 1. Shaharda kvartira yoki hovli uyga ega bo'lgan pensionerlar. Aynan sizlar uchun bu imtiyoz juda katta ahamiyatga ega. Shahar mulklarining kadastr qiymati odatda yuqori bo'ladi. Shuning uchun soliq summasi ham shunga yarasha sezilarli bo'ladi. Bu imtiyoz sizning yillik xarajatlaringizni sezilarli darajada kamaytiradi. 2. Yirikroq uy-joyga ega bo'lgan pensionerlar. Hatto qishloq joylarda ham katta maydonga ega bo'lgan yoki qimmatbaho materiallardan qurilgan uylar uchun soliq summasi sezilarli bo'lishi mumkin. Siz ham ushbu imtiyozdan unumli foydalanishingiz mumkin. 3. O'z mulkini nomiga rasmiylashtirgan, lekin hali to'lovlarni amalga oshirmagan yoki ularning miqdoridan norozi bo'lgan pensionerlar. Bu imtiyoz siz uchun ham to'lov yukini yengillashtirish imkoniyatini beradi. Keling, bir nechta real hayotiy misollar orqali bu nima ekanligini yanada aniqroq tushunib olaylik. Misol bigi, Toshkent shahrida yashovchi Oysha aya. Oysha aya 7 yoshda pensiyada. U Mirobod tumanida joylashgan. Umumiy maydoni 6 kvadrat metr bo'lgan 2 xonali kvartirada yashaydi. Bu kvartiraning kadastr qiymati taxminan 300 million so'm deb baholangan. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, Toshkent shahri uchun mol mulk solig'i stavkasi odatda kadastr qiymatining ma'lum foizida belgilanadi. Masalan, taxminan 0,2 ga. Bu degani Oysha aya har yili 300 ming so'm, 0,2600 ming so'm mol mulk solig'i to'lashi kerak edi. Uning pensiyasi taxminan 20 million so'm atrofida bo'lsa, 600 ming so'm soliq uning pensiyasining deyarli yarmiga yaqinini tashkil etar edi. Bu summa har yili uning byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatardi. Ayniqsa dori-darmon va kommunal to'lovlarga ketadigan xarajatlarni hisobga olganda 2026 yildan boshlab yangi imtiyoz tufayli Oysha aya bu 600 ming so'mni umuman to'lamaydi. Bu summa endi uning o'z ehtiyojlariga sarflanishi mumkin. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu pullarga u qo'shimcha dori-darmon sotib olishi, nevaralariga sovg'alar olishi yoki shunchaki kundalik ehtiyojlarni qondirishi mumkin. Misol 2. Qashqadaryo viloyatida yashovchi Ahmad Bobo. Ahmad Bobo 68 yoshda, nafaqaxo'r. U Qashqadaryo viloyatining shaharlaridan birida joylashgan, umumiy maydoni 20 kvadrat metr bo'lgan hovli uyiga ega. Bu uyning kadastr qiymati viloyatdagi narxlarni hisobga olgan holda taxminan 2 million so'm deb baholangan. Bu yerda ham soliq stavkasi viloyat uchun o'rnatilgan stavka bo'yicha hisoblanadi. Masalan, nel birim ibrat dedi. Demak, Ahmad Bobo har yili 120 ming so'm. Endi 120 ming so'm mol mulk solig'i to'lashi kerak edi. Bu summa Oysha ayaning misolidagidek katta bo'lmasa-da, Ahmad Boboning o'rtacha pensiyasi 20 million so'm atrofida bo'lganda, bu ham uning byudjetiga ta'sir qilardi. Ayniqsa, qishloq sharoitida qo'shimcha xarajatlar ko'p bo'lishini hisobga olsak, 2026 yildan boshlab Ahmad Bobo ham bu 1 ming so'mni to'lamaydi. Bu uning uchun uncha katta bo'lmagan, lekin baribir yoqimli yengillik bo'ladi. Bu pulga u masalan bir necha oy davomida uyga gaz ballon sotib olishi yoki ro'zg'or ehtiyojlariga sarflashi mumkin. Misol 3, Farg'ona shahrida yashovchi bir oila. Bu oilada hamda ona 65 yosh va o'g'il yashaydi. Ona pensiyada. O'g'il esa ishlaydi. Ular birgalikda bir uyda yashaydilar. Uy onaning nomida. Bu uyning kadastr qiymati 400 million so'm. Agar ona pensioner bo'lmasa edi, ular 400 million so'm, dormey ikvodimizda deksum 800 so'm soliq to'lashlari kerak bo'ladi. Lekin ona pensioner bo'lgani uchun 2026 yildan boshlab bu soliqdan to'liq ozod bo'ladi. Bu oilaning umumiy byudjetiga yiliga 800 ming so'm iqtisod degani. Bu mablag'ni oila ta'mirlash ishlariga,
farzandlarining o'qishiga yoki boshqa muhim ehtiyojlarga sarflashi mumkin. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, pensionerlar uchun bu imtiyoz har qanday miqdordagi soliqni to'lashdan ozod qiladi. Bu esa ularning moddiy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu nafaqat ularning shaxsiy farovonligini oshiradi, balki oilalarga ham katta yordam beradi. Asosiy qism 2 istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilikdagi o'zgarishlar kabi bu imtiyoz ham o'zining ba'zi istisnolari, e'tibor berish lozim bo'lgan nuanslari va potensial tuzoqlariga ega. Ularni bilish kelajakda kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun juda muhimdir. Birinchi navbatda faqat bitta mulk qoidasi. Ko'pgina mamlakatlarda bo'lgani kabi pensionerlarga beriladigan mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz odatda faqat bitta turar joy mulkiga nisbatan qo'llaniladi. Bu mulk odatda pensionerning asosiy yashash joyi hisoblanishi kerak. Agar pensioner bir nechta kvartira yoki uylarga egalik qilsa, masalan, bitta uyda yashab, boshqa bir kvartirani ijara uchun bergan bo'lsa, u holda imtiyozni qaysi mulkka nisbatan qo'llashni o'zi tanlash huquqiga ega bo'ladi. Lekin qolgan mulklar uchun soliq umumiy asosda hisoblanadi. Masalan, agar pensionerning ikkita kvartirasi bo'lsa, u bittasini soliqdan ozod qilish uchun tanlashi mumkin. Ikkinchisi uchun esa soliqni to'lashi shart bo'ladi. Bu yerda e'tibor berish lozim bo'lgan narsa shuki, imtiyozdan foydalanish uchun qaysi mulkni tanlaganingizni soliq organlariga rasman ma'lum qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar siz bunga e'tibor bermasangiz, soliq organlari avtomatik ravishda ehtimol kadastr qiymati pastroq bo'lgan mulkni tanlab qo'yishi va qimmatroq mulkingiz uchun soliq hisoblashi mumkin. Bu esa kutilmagan xarajatlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi muhim nuqta. Mulkdan tijorat maqsadlarida foydalanish. Agar pensioner o'zining mulkini, masalan, kvartirasini doimiy ravishda ijara shartnomasi asosida boshqa shaxslarga berib, undan daromad olsa, ya'ni tijorat maqsadlarida foydalansa, u holda mol-mulk soligidan ozod qilish imtiyozi bekor qilinishi mumkin. Qonunchilikda bu holat aniq belgilab qo'yilishi mumkin. Chunki imtiyozdan maqsad pensionerning yashash sharoitini yaxshilash va uning moliyaviy yukini yengillashtirishdir, daromad olishni qo'llab-quvvatlash emas. Shuning uchun agar siz mulkingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, bu imtiyoz sizga taalluqli bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Bu yerda ayniqsa e'tiborli bo'lish kerak, chunki ba'zi holatlarda norasmiy ijara shartnomalari ham keyinchalik aniqlanib, jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Uchinchi jihat, murojaat qilish zarurati. Bu eng muhim tuzoqlardan biri bo'lishi mumkin. Ko'pgina imtiyozlar avtomatik tarzda joriy qilinmaydi. Aksincha, fuqaroning o'zi tegishli organlarga murojaat qilishi va ushbu imtiyozdan foydalanish istagini bildirishlari talab etiladi. Bu degani siz pensiyada bo'lsangiz ham 2026 yildan boshlab mol-mulk solig'ini to'lamaslik uchun soliq organlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga ariza bilan murojaat qilishingiz, pensiya guvohnomangizni taqdim etishingiz va imtiyozni rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Agar siz murojaat qilmasangiz, soliq organlari sizning pensiyada ekanligingizni bilmasligi va soliq hisoblashda davom etishi mumkin. Natijada sizga soliq hisoblanishi va siz to'lov muddatlarini o'tkazib yuborishingiz mumkin. Bu esa jarimalarga olib kelishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Shuning uchun bu qadamni hech qachon unutmaslik kerak. 4-dan birgalikdagi mulkchilik. Agar mulk, masalan, kvartira xotinning birgalikdagi mulki bo'lsa va ulardan biri pensiyada bo'lsa, imtiyoz qanday qo'llaniladi? Odatda bunday holatlarda imtiyoz mulkning pensionerga tegishli qismiga nisbatan qo'llaniladi. Agar mulk teng ulushlarda bo'lsa, yarmi soliqdan ozod qilinishi, qolgan yarmi uchun esa soliq umumiy asosda hisoblanishi mumkin. Yoki qonunchilikda mulk egalaridan biri pensiyada bo'lsa, butun mulk uchun imtiyoz berilishi ham mumkin. Bu boradagi aniq tartibni qonunchilik loyihasi to'liq qabul qilingandan so'ng aniqlashtirish zarur bo'ladi. Hozircha esa bu masalaga e'tiborli bo'lish va tegishli organlardan aniq ma'lumot olish tavsiya etiladi. 5-dan qonunchilikdagi o'zgarishlar. Qonunlar va qoidalarga o'zgartirishlar kiritilishi odatiy yo'ldir. Shuning uchun 2026 yilgacha yoki undan keyin ham ushbu imtiyozlarga qandaydir qo'shimcha o'zgarishlar kiritilishi mumkinligini doimo yodda tuting. Sizning manfaatlaringizga zid bo'lgan o'zgarishlar yoki imtiyozni kengaytiruvchi yangiliklar bo'lishi mumkin. Davlat soliq qo'mitasi, Adliya vazirligi va boshqa rasmiy manbalarning yangiliklarni doim kuzatib borish juda muhim. Bu boradagi eng so'nggi ma'lumotlarni bizning
kanalimizda ham doimiy ravishda yoritib borishga harakat qilamiz. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang. Bu jihatlarni bilish va ularga e'tibor berish. Imtiyozdan samarali foydalanish hamda kutilmagan muammolardan qochish uchun kalit hisoblanadi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak, aziz do'stlar? Endi siz bu imtiyozning mohiyatini tushundingiz. Uning qanchalik muhimligini bilasiz va istisnolardan ham xabardorsiz. Xo'sh, unda 2026 yilgacha va undan keyin nima qilish kerak? Keling, aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beray. 1. Hujjatlaringizni tekshiring va tayyorlang. Pasportingiz. Amal qilish muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingiz eski bo'lsa, uni biometrik pasport yoki ID kartaga almashtirish zarur. Pensiya guvohnomangiz. Bu sizning pensiyada ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Uning holatini tekshiring. Agar yaroqsiz bo'lsa, tegishli organlarga murojaat qilib, yangilab oling. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. Bu yerda kadastr hujjatlari, order oldi sotdi shartnomasi yoki boshqa mulkni tasdiqlovchi rasmiy hujjatlar nazarda tutiladi. Ushbu hujjatlarning barchasi tartibli va asl nusxada bo'lishi kerak. Agar hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa, kadastr agentligi organlariga murojaat qilib, ularni tartibga keltiring. 2. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz ushbu imtiyozdan foydalanish uchun ikki asosiy organga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat soliq inspeksiyasi (DS). O'zingiz yashaydigan yoki mulkingiz joylashgan hududdagi davlat soliq inspeksiyasiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda sizga soliq inspeksiyasi xodimlari barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etishadi va ariza topshirishda yordam berishadi. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu markazlar yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi va ko'plab davlat xizmatlarini taqdim etadi. Mol-mulk solig'i imtiyozini rasmiylashtirish ham ularning vakolatiga kirishi mumkin. DXM ga murojaat qilish qulayroq bo'lishi mumkin. Chunki u yerda navbatlar tartibli bo'ladi va sizga elektron navbat tizimi orqali xizmat ko'rsatiladi. Qanday ariza yozish kerak? Ariza oddiy yozma shaklda bo'ladi, lekin uning tarkibi muhim. Odatda davlat soliq inspeksiyasi yoki davlat xizmatlari markazlarida tayyor ariza namunalari mavjud bo'ladi. Siz ulardan foydalanishingiz mumkin. Agar o'zingiz yozadigan bo'lsangiz, quyidagilarni ko'rsatish shart. Ariza yozilayotgan organning nomi, masalan, Toshkent shahar Mirobod tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'iga. Ariza beruvchining to'liq FIO pasport ma'lumotlari, seriya, raqam, kim tomonidan va qachon berilgan, yashash manzili, pensiya guvohnomasining seriyasi va raqami, soliqdan ozod qilinishni so'rayotgan mulkning manzili va kadastr raqami, qonun hujjatlariga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, tegishli qonunlar va qarorlar asoslangan holda mol-mulk solig'idan ozod qilishni so'rash, ariza berilgan sana va imzo. Bunday arizaga yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning nusxalari ilova qilinishi shart. Asl nusxalarini esa o'zingiz bilan olib borishni unutmang. Ular taqqoslash uchun kerak bo'ladi. 4. Muddati qachon? 2026 yildan boshlab kuchga kirishi kutilayotganligi sababli siz 2026 yilning boshidan, ya'ni yanvar oyidan boshlab bu imtiyozdan foydalanish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, soliq kodeksida odatda mol-mulk solig'ini hisoblash va to'lash muddatlari belgilangan. Agar imtiyozdan foydalanishga kechiksangiz, soliq hisoblanishi va sizga xabar kelishi mumkin. Shuning uchun 2026 yil boshidayoq yoki 2025 yil oxirida ushbu imtiyozning amaliyotga joriy etilishi bilan bog'liq aniq muddatlarni aniqlashtirish va imkon qadar tezroq murojaat qilish tavsiya etiladi. Esda tuting, davlat organlari o'z xizmatlarini ma'lum muddat ichida ko'rsatadi. Shuning uchun muddatlarni hisobga olib, oldindan harakat qilish muhim. 5. Nimalarga e'tibor berish kerak? Rasmiy ma'lumotlarga tayaning, mish-mishlarga ishonmang. Faqatgina Davlat soliq qo'mitasi, Adliya vazirligi yoki davlat xizmatlari agentligi kabi rasmiy davlat organlarining e'lonlariga va normativ huquqiy hujjatlarga asoslaning. Barcha savollaringizni bering. Agar sizda biron bir noaniqlik yoki savol tug'ilsa, murojaat qilgan organ xodimlaridan to'liq tushuntirish berishni so'rang. Ularning vazifasi sizga yordam berishdir. Hujjatlaringizning nusxalarini saqlang. Ariza topshirganingizda uning bir nusxasini qabul qilinganligi haqidagi belgi, kiruvchi raqam va sana bilan o'zingizda saqlab qoling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammoni hal qilishda sizning dalilingiz bo'lib xizmat qiladi. Mulkni ijaraga berish masalasida ehtiyot bo'ling. Yuqorida aytib o'tilganidek, agar siz mol-mulkingizni ijaraga bergan bo'lsangiz,
bu imtiyozdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bu masalada aniq qoidalarni bilib oling va shunga muvofiq harakat qiling. Bu amaliy maslahatlarga amal qilish orqali siz 2026 yildan boshlab mol-mulk soligidan ozod bo'lishingiz va moliyaviy yukingizni sezilarli darajada yengillashtirishingiz mumkin. Bu sizning qonuniy haqqingiz va undan foydalanish uchun sizdan faqatgina o'z vaqtida va to'g'ri harakat qilish talab etiladi. Xulosa va yakuniy murojaat shunday qilib, hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun 2026 yildan boshlab pensionerlar uchun joriy etilish kutilayotgan mol-mulk soligidan ozod qilish imtiyozi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. Bu davlatimizning keksalarimizga bo'lgan g'amxo'rligining yorqin namunasidir. U sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli iqtisod olib kelishi va hayot sifatingizni oshirishi mumkin. Biz eski tizimdan yangi imtiyozli tizimga o'tishni, kimlar bu imtiyozdan foydalanishi mumkinligini, real misollarda qancha pulni tejash mumkinligini ko'rib chiqdik. Shuningdek, e'tibor berish lozim bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va muhim nuanslarni ham o'rgandik. Eng muhimi sizga amaliy ko'rsatmalar berdim. Qaysi hujjatlarni tayyorlash, qayerga murojaat qilish, qanday ariza yozish va qaysi muddatlarga e'tibor berish kerakligi haqida. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Har bir pensioner o'z huquqlarini bilishi va ulardan foydalanishi kerak. Bu video aynan shu maqsadda yaratildi. Shu sababli videoni o'zingizning yaqinlaringizga, do'stlaringizga va pensiyada bo'lgan tanishlaringizga yuborishni unutmang. Bu ma'lumotlar ularning ham hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Siz bu imtiyoz haqida nima deb o'ylaysiz? Bu sizning hayotingizga qanday ta'sir qiladi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli. Kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Zero. Bu bizning kanalimiz rivojlanishi va sizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar taqdim etishimiz uchun katta motivatsiya beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.